Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyg'ur qurultiyi 5-iyul Urumchi voqeasining 2 yilligini har xil faoliyatlar bilan xotirlaydiganligini bildirdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi 10-iyun bu haqda e'lon qilgan uqtirishga qaraganda, bu xildagi xotirlash faoliyatlari bu yil 5-iyulning oldi kaynida o'tkaziladi ekan. 2009-yil 5-iyul Uyg'ur yoshlari Urumchida namoyish qilib, Xitoy hukumatining adolatsiz siyosatiga norozilik bildirgan va 26-iyun Shaugan voqeasini odil bartaraf qilishni talab qilgan. Xitoy hukumati mazkur namoyishni qurol kuchi ishlatib qonliq bostirgan va nurg'un Uyg'urni qo'lga olgan edi. Guantanamo'dan qo'yib berilib, Tinch okeandagi Palovga o'rinlashtirilgan Uyg'urlardan 3 kishi yaqinda Avstraliyadan viza talab qilgan. Palov Davlat ishlari ministri Victoriano bu Uyg'urlar sungan viza iltimosining Fijida turishliq Avstraliya Oliy komissarligiga topshirilganligini bildirgan. Palovdagi Uyg'urlar 2009-yili mazkur davlatga vaqtliq o'rinlashtirilgan bo'lib, bu yil 11-oy kelsa 2 yil bo'ladi. Lekin ularning Palovda yana qanchalik yashaydiganligi va Avstraliyaning qanday javob berdiganligi texnik ma'lum emas. Yaqında Turkiyada o'tkazilgan saylovda Millatchi Harakat partiyasi nomzodi Sinan O'g'an apandi parlament a'zoligiga saylanib, Turkiya Buyuk Millat Majlisiga kirdi. Bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilgan Sinan O'g'an bundan keyin Turkiya parlamentida Uyg'urlarning ovozi bo'lganligini bildirdi. Sinan O'g'an ilgari Turkiya xalqaro strategiya tadqiqot o'rnining boshlig'i bo'lib ishlagan, ham bu jarayonda Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilgan edi. Xitoy qurolliq askarlarining Urumchida Uyg'urlarni uyma-uy aqtirib tutqun qilish voqealari xotirlangan qisqa filmni ko'rguvchilar filmda aks etgan ko'rinishlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan davlat terrorchiligining isboti ekanligini ilgari surdi. Gollandiyadan ziyoratimizni qabul qilgan Abdushukur apandi Xitoy saqchilarining Uyg'urlarni tutqun qilish va qiynashda uningdanmi vahshiy siyosatlarni va vositalarni qo'llanishi mumkinligini bildirdi. Mazkur film haqida to'xtalgan chet ellardagi Xitoy demokratchilaridan Beijing Bahariy jurnalining bosh muharriri Hoping apandi mundaq dedi. Mana bu ko'rinishlar Xitoy kommunist hukumati yurgizayotgan davlat terrorchiligining jonliq isboti. Xitoy hukumati 5-iyul voqeasini bostirish jarayonini hozirgacha maxfiy tutib kelmoqda. Radiomizga kelayotgan inkaslarga qaraganda Xitoy doiralari yaqinqi mezgildan buyon Urumchi va Uyg'ur diyorining boshqa cho'ng shaharlarida muqimlikni bano qilib, Uyg'urlarga bo'lgan bostirish va nazoratni kuchaytgan. Yaqinda chet elga chiqqan, ammo har xil ehtimol ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur qizi Urumchi qarmoq tinish ko'rinsimi, Uyg'urlarda o'zlariga qartilgan besim siyosati va nohaqchiliklar sababidan norozilikning borgan sari kuchayayotganligini, vaziyat mushu holatga ketaversa 5-iyul voqeasiga o'xshash voqealarning yana maydonga kelish mumkinchiligi borligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari 5-iyul voqeasida qor qo'yiq tutqun qilingan Uyg'urlarning ko'pinchisini texnik qo'yib bermagan, hamda turmadagi Uyg'urlarning izdirikini qilishni cheklagan. Yevropa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasidagi bu yillik dialogda Yevropa İttifaqı vakillari Tibet, Uyg'ur va Mo'ng'ullarga doir kishilik huquq masalalarini o'tirib qo'ygan. Xitoy bilan Yevropa İttifaqıning yilda bir qatim o'tkaziladigan kishilik huquq dialogi payshanba kuni Beijingda o'tkazilgan edi. Yevropa amaldorlarining axborot vositalariga oshkorlashicha, dialogda Yevropa İttifaqı taraf yaqinda Sichuanning Ganzi rayonida namoyish qilgan Tibet buddistlarining oqibatini surishtirgan. Shundaqli yana Uyg'ur, Mo'ng'ul va boshqa oz sonli millatlarning kishilik huquq masalasini o'tirib qo'ygan. Lekin Yevropa suhbat o'migining Uyg'urlarga doir qanday konkret masalalarni o'tirib qo'yganligi ma'lum emas. 2011-yil 14-iyun Saudiya Arabistonida Turkiston kechiligi faoliyati Dunyo Islom yoshlari klubining Jiddiy shahridagi markaziy binosida o'tkazildi. Bu Saudiya Arabistonida tunji qitim o'tkazilgan faoliyat bo'lib, faoliyatda Saudiya Arabistondagi Dunyo Islom yoshlari klubi tarkibidagi Turkiston bo'limining mas'uli Abdurahmon Jelis so'z qildi va islom dunyosidagi qarindoshlarimiz Sharq Turkiston masalasiga toza ko'ngil bo'lolmadi. Islom ummati Sharq Turkiston masalasida rostilla kechikib qoldi deb ko'rsatdi. U yana mundaq deydi: Sharq Turkiston xalqi navbatda eng mahkumlikda yashayotgan va bizning yordamimizga, chin yuragidan ko'ngil bo'lishimizga eng qattiq muhtoj bo'layotgan xalqdir. Turkiston kechiligi faoliyatida Uyg'ur vaziyati va madaniyat tanishtirilgan.
Xitoy doiralarining Uyg'ur elida neft sanoatini bargancha kengaytayotganligi ma'lum. Bu haqda to'xtalgan Xitoy ekologiyasi mutaxassisi Elizabeth Ekonomi xonim neft sanoatining maynat bir sanoat ekanligi, Uyg'ur elidagi suv qisliq masalasi neft sanoatini taraqqiy qildirishga mos kelmaydiganligini o'tirib qo'ydi. U yana neft sanoati elib keladigan ekologiyalik buzg'unchilik masalasi Uyg'urlarning neft sohasidagi xizmatlardan yiroq qoldirilishidek andisini bildirdi va mundaq dedi. Şinjangda neft ichish nurg'un masalalarga berib taqiladi. Shunga Beijing doiralarining bu xildagi masalalarga ko'ngil bilishi bak so'rir. Chunki bu sohadagi xizmatlar yerliklarga berilmasa, buningga aloqador ekologiyalik muhit yaxshi asralmasa, Beijing doiralarimi bu rayonda texnik ko'p kaskin namoyishlarga duch kelishi mumkin. Xalqaro kechirim tashkiloti chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralaridan Arshidin Isroilni darhol qo'yib berishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni Arshidin Isroilni terrorchilik bilan ayblaydiganligini jakolagan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Arshidin Isroil o'tkazgan jinoyatning faqat Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligini oshkorlash ekanligini, uning Xitoy turmalaridagi qiyin qistoqni dunyoga oshkorlaganligi uchun terrorchi deb ayblanayotganligini alohida eskartgan. Qozog'iston doiralari Arshidin Isroilni 30 may Xitoyga qaytarib bergan edi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.